Loyihamiz 2 sotixga mo'ljallangan. Fasadi 10 metr, uzunasi 20 metrli loyiha. Hop, juda ham skromli xushlaganmiz, juda hashamatli bermasdan akkuratli xushlangan loyiha. Hop, shu loyihani planini ko'rsataman hozir. Shu loyiha qiziq bo'lsa narxi bizga aloqaga chiqsanglar biz narxini aytamiz. On metrga 20 metrli bir qavatli podval qismi ham bor. Hop, birinchi qavatda planzorni qilamiz. Ko'chadan kirib kelamiz hovliga. Chap tomonimizda avtomobil uchun naves garaj qilingan. Va hovlimizning o'ng tomon qismida огород bor. Hop, uyning o'ng tomon qismida fasadning tagida zanamiz bor, podvalga tushadigan. Hop, to'g'ri kirib kelsak, sentrga olingan uyimizga kirish asosiy qismi o'rtasida. Koridordan kirib kelsak, o'ng tomonimizda hol joylashgan, chap tomonda oshxona joylashgan. Oshxonaning ortida hop, sanuzelimiz joylashgan, sanuzeldan keyin zalimiz joylashgan, zaldan keyin radioteknik ispan joylashgan. Hop, radioteknikdan keyin tezki ispan joylashgan. Xuddi shunda bitta radioteknik ispanlik, tezki ispanlik. Agar menga ikkita tezki ispanlik kerak desa, men qo'lda ham tezki ispanlik bo'lsa bo'ladi. Hop, endi podval qismini nazorat qilamiz. Qo'ldan tushganmiz podvalga, podval ko'rsatda koridorimiz bor, yonida kichkina xona, xonasida kladovka qo'shlatsak bo'ladi. O'ng tomonda холодный kladovka qo'shlatsak bo'ladi, avtokatilnik turadi. Hop, chap tomonda bo'sh xona, xohlasanglar bir dam xonasi qo'yishingiz mumkin yoki bir sport zali qo'yishingiz mumkin. Xohlasanglar omborxona qo'yishingiz mumkin. Bu fasad qismi.